Ana endi televizorini o'g'irlasam ham bo'ladi demoqchi edim. Nima? Eshigiga kodli parol qo'yganman. Nima? Yuzi bilan ochiladi. Yo'q, endi qanday kiraman? Nima qilsam bo'ladi? Yaxshisi bitta reja bor, o'sha rejani amalga oshiraman. Ketdim. Atrofda hech kim yo'qmi? Hech kim meni kuzatmayaptimi? Bo'ldi, hech kim yo'q ekan. Xo'sh, ana endi buni ochib ko'ramiz. Do'stlar, bu mening yangi ixtiroyim. Tak, ochil, sepsim va tayyor. Qotil Joxa. Biz sen bilan hali zo'r ishlar qilamiz. Qotil Joxa. Ha, shunaqa. Sen tayyormisan? Ha, men tayyorman. Ertalab bo'lib ketibdi-ki, men biz uxlayotibman. Hozir ertalabdan chiqib ko'chaga ishlar qilish kerak. Albatta, ishlarim to'g'risini desam, jonimga tegib ketdi, bor qishloqda ishlari. Polizda yig'ishtirib olish kerak, janob merga borib berish kerak. Tushunmadim, bu JTL nimaga birovning mashinasini oldiga turibdi? Menimcha sotib olgan bo'lishi ham mumkin yoki, yangi mashinami? Bu kimning mashinasi ekan? Voy JTL. Ha, nima gap? Ana bu mashina kimniki? Ha, meniki, nima edi? Nimaga bu yoqqa chiqazib qo'yding? Yangimi deyman-a? Ha, yangi olgandim, bu yerga parkovka qilishga tushunmayapman. Mana bu mashina qanaqa parkovka qilinganini ko'rib turgandim. Men seni o'g'ri deb o'ylabman, mashina o'g'irlab ketasanmi deb. Yo'q, hech nimisan, men o'g'ri emasman-ku. Aytgancha menga yordam ber. Qanaqa yordam? Mana shu mashinani parkovka qilishga yordam berib ber, iltimos. Mayli yordam beraman. Xo'p, bo'pti, unda tezroq parkovka qilib ber. Mayli, hozir qochib turing-da. Tak, mashinangni faqat ehtiyot bo'lib haydayman, chunki u sening mashinangki, o'zimning mashinam bo'lsa ekan, ehtiyot bo'lmay haydasam ham bo'lardi. Tak, qochib tur, voy JTL, qoch debman men senga. Hayda ber, qochaman, haydasang. Bosib ketaman, jinni. Tak, bakovoyda hech narsa ko'rinmas ekan. Bakovoy yuvib qo'ysang bo'lmaydimi? Jinni. Yuvardim, esimdan chiqibdi. Tushunarli. Mayli, hozir parkovka qilib beraman senga. Tak, o'zi parkovchik bo'lib ishga o'tsam bo'lar ekan, chunki zo'r parkovka qilaman, bilasan, o'zi JTL. Shunaqa parkovkachi bo'lsang agar meni mashinamga shunda pul to'lashim kerak parkovka qilganingga. Shunaqa pul to'lamasang xizmat, tekin xizmat, faqat yo'q, hech qayerda yo'qda o'zi. Faqat qayerdadir bor demoqchi edim, hech qayerda yo'q. Ko'ryapsanmi parkovka qilganimni? Ha, lekin o'rtaga qilmading, mana bu baribir o'rtaga qilingan, ko'ryapsanmi? Tentak, uni o'zi mashinani shu yerga qurib qo'yishgan shekilli. Chunki bunaqa parkovka qilish uchun men juda ham dahshat nima edi, shofyor bo'lishim kerak. Mana u ham noto'g'ri parkovka qilingan ekan. Shuni ham to'g'rilab qo'yaman bahonada. Tak, o'zi rostdan ham parkovchik bo'lsam bo'lar ekan. Xo'p, asta, bu mashinani haydash biroz qiyin ekan, lekin bor, agar falokat boshlab qo'yadigan bo'lsam, keyin janob mer nima qilding deb anchagina gapirib qo'yadi. Tak, asta. Tak, asta haydaymiz orqaroqqa, keyin o'ng tomonroq. Bu mashinaga tegib ketdi. JTL, mashinangga ozgina tegib bordi, hech narsa qilmaydi-ya. Nima tegib bordi? Ozgina, ko'p emas. Agar nimadir bo'lgan bo'lsa, to'laysan. Yo'q, vahima qilma, hech narsa bo'lgani yo'q. Tak, mana buni ham parkovka qilib qo'ydim. Ana endi cho'tki bo'ldi. Sening mashinangni o'rtaroq parkovka qilayinmi? Mayli. Xo'p, unda bu mashinani ham qaytadan parkovka qilaman. Rostdan ham o'zi parkovchik bo'lsam bo'lar ekan. Javnaqangi mayda ishlarga vaqtimni ketkazib o'tirgim kelmaydi-da, o'shaning uchun ham parkovchik emasman. Tak, to'g'ri orqaga haydab, keyin esa o'ngroqqa olamiz. Tak, chunki o'ngroqqa turibdi chiziq. Bu nima bunaqa, bu mashinani haydash qiyin. Qayerdan olding mashinani? Shahardan sotib olib keldim. Shaharda shunaqa eski mashinalar sotishar ekanmi? Nima, eski deysanmi? Eski, vobshe eski mashinang. Tak, hozir men buni qanday o'lchasam bo'ladi? Mana bu mashinaga qarab o'lchasam menimcha bo'lsa kerak. Tak, bo'ldi, всё. Lekin noto'g'ri parkovka, cho'tki bo'ldi, ko'rdingmi? Datchikni o'chirib eshigini yopib qo'y. Mayli. Tak, hozir minaman, datchikni o'chiraman va tushib eshikni yopaman. Tayyor. Menimcha bo'ldi. Rahmat senga. Mayli, arzimaydi. Tak, qishloqda yana kimgadir yordamim tegib qolar. Bu yer qanaqasiga men buzib qo'ymagan bo'lsam kerak, har qalay. O'zi buzuq ekan shekilli. JTL, nima gap? Jo'xa, qayerdan kelding? Uyda edingmi? Uyim dedim, nima bo'ldi? Korotchi, bitta niqob sotib olgan ekansan-ku, o'shandan juda ham qo'rqdim. Qachon sotib olding? Aytib taqib chiqsang bo'lmaydi ko'chaga. Qanaqa niqob? Oq niqob taqib chiqding-ku hozir. Jinnimisan? Men hozir uxlab yotgandim, turib kelyapman. Yo'q, hozir ko'rdim, sen niqob taqib yurganding. Yo'q, jinni bo'lma. Qanaqa niqob haqida gapiryapsan? Oq niqob taqib yurganding. Aniq men edimmi? Aniq sen eding. Keyin kofe tomonga yurib ketding. Kofe tomonga? Shunaqa. Bo'pti, unda qanaqasiga men niqob taqib yuraman? Uyimda o'tirgandek uxlab yotgandim-ku men.
Yo, bo'lishi mumkin emas. Kofe tomon ketding deydi. Assalomu alaykum janob. Va alaykum Jo'xa. Nima sen yana o'zingda aybdor his qilmasdan yuribsan aylanib? Tushunmadim, nima deyapsiz? Qo'rqitding-ku meni. Qanaqacha qo'rqitaman? Niqob taqib yurganding, keyin esa chiqib ketding. O'shanda yomon qo'rqdim. Yo'q, janob, men hozir uyqudan turib kelyapman. Yo, hozir qo'rqitib chiqib ketding-ku. Yo'q, janob, aytgancha qayoqqa ketdim keyin? Jinnimisan, qayoqqa ketganingni bilmaysanmi? Yo'q, to'g'risi, u men emasman. Qanaqasiga sen emassan? Sen eding-ku. Yo'q, men uxlab yotgandim axir. Tushunarsiz. Xullas, ana eski bino bor edi-yu, qishloqning chetkasidagi, o'shanga ketding. Mayli. Tak, qanaqasiga men niqob taqib yurgan bo'laman? Uyimda o'tiribman-ku, eski binoga ketding deydi. Eski binoning ichida kitoblar paydo bo'lib qoptimi? Bu yerda hech narsa yo'q deydi uyning ichida. Bu yerda kitoblar g'alati. Demak, nimadir bor bu yerda. Bilmadim, qanaqadir sirmi nimadir bo'lishi mumkin. Tak, eshikmi? Qanaqa eshik bu? Tushunmam, kitoblar bilan o'ralgan. Usti ochiqmikan? Usti ham yopiq. Kim qurib ketdi bu yerda? Richak bor ekan. Tak, xo'sh, ichida hech narsa yo'q ichida. Tushunmadim. Nimadir g'alati. Mayli, buni yopib qo'yayin. Hozir borib janob merga hammasini tushuntirishim kerak. Bu yerda qanaqadir g'alati kitoblar. Bu yerda hech narsa turmasdi avval, lekin kitoblar paydo bo'lib qolibdi. Mayli, hozir janob merga tushuntirib aytishim kerak nima bo'lganini. Chunki janob mer o'zi biladi, u uyda ichida hech narsa yo'q ekanligini. Lekin yangitdan paydo bo'lib qolgan. Janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum. Jo'xa, nima gap? Nima xabar, qo'rqitib yuribsan? Yo'q, hech kimni qo'rqitayotganim yo'q. O'sha masala bo'yicha siz oldingizga kelgandim. Qanaqa masala? Nima, odamlarni yana qo'rqitmoqchimisan? Yo'q, xullas, men uxlab yotgandim ertalab, keyin turib ko'chaga chiqsam hamma chetlar shunaqa gap aytayapti. Qo'rqitganidan keyin aytadi. Yo'q, oxirigacha eshitib turing. Keyin ana chekkadagi qishloqning uyi bor edi-yu, eski, ichida hech narsa yo'q, hattoki odam ham yashamasdi. Xo'sh. O'chani ichiga borgandim, har xil kitobli javonlar turgan ekan. Jinnimisan, uning ichida hech narsa yo'q-ku. O'sha men ham hayronman, ichida javonlar paydo bo'lib qolibdi. G'alati. O'sha javonlarni menga olib ketib borib, hozir. lekin sen aniq qo'rqitmadingmi hech kimni? Yo'q, janob men uxlayotgandim dedim-ku. Demak, bir gap bor. Borib javonlarni olib kel. Mayli, hozir olib kelaman. Lekin rostdan ham obunachilik ko'rdinglar, men uyqudan turib kelyapman. Lekin qanaqasiga? Kim bu ishni qildi? Mayli, hozir borib aniqlik kiritaman. Menimcha qanaqadir sir bor bu yerda. Hozir o'sha sirni aniqlayman. Ichkariga kirayinchi, qani. Yaxshi, bu qanaqa javonlar ekan? Tushunmadim, kimdir kirdimi? Sen tushunmadim, sen kimsan, yaramas? Nimaga meni qiyofamga kirib olding? Mendan ko'rasanlar. Mendan ko'rasanlar hali. Yaramas. Sen nima edi? Esimdan chiqdi, mayli. Qarochi, jetelni aytganini qilayinchi, nima bo'lar ekan? Lekin bu meni rostdan ham qiyofadoshim. Ya'ni men uni rostdan ham qiyofadoshi, lekin men yomonman. Ya'ni bu yaxshi, men yomon. Endi mendan ko'rasanlar qishloqilar. Ya'ni Jo'xa ko'rish kerak edi aslida. Obbo, ana jetel qayoqqa ketdi? Menga qanaqa vazifa bergandi? Esimdan ham chiqib ketdi. Xo'sh, hozir uni topayin. Qanaqa vazifa bergandi, yaramas. Shu jetel edimi? Kimsan sen? Men Jo'xaman, tanimayapsanmi? Yuzingdagi qora qop yechib qo'ymay qo'rqayapman. Qo'rq mendan. Qaysi edi? Mana u edimi? Mana shu ekan. Voy jetel, qaravor. Nima bo'ldi? Jo'xani nima qilding? Uni kapit qildim, ya'ni hushdan ketib qoldi. Yaxshi. Nima qilishim kerak edi? U mana menga sakrayapti, qara. Indamaydi, qo'rqma, men o'zim unga aytaman, tegmaydi. Qarochi, ana endi qiladigan ishi jetellarni maksimalni qo'rqitish kerak. Jo'xani yomon ko'rib qolish kerak ular. Tushunarli. Janob merni ham qo'rqitaymi? Qo'rqit. Mayli, unda men ketdim. Mendan qo'rq. Sen kimsan? Nimaga buncha qo'rqishlisan? Men Jo'xaman. Do'konchini ham qo'rqitaymi? Menimcha qo'rqmaydi, chunki uni pulni o'g'irlasam qo'rqadi. Bu yerda yana kimlar bor? Bu yerda janob mermi, janob sermi degani bor ekan. Bu qishloqda g'alati ismlar. Mer degan ism ham bo'ladimi? Mer, g'alati ism. Jo'xa, olib keldingmi kitoblarni? Qanaqa kitob? Jo'xa, sen rostdan xabar qo'rqitib yurgan ekansan demak. Men Jo'xaman, seni ham qo'rqitaman. Nima sen
Ha, o tez aytish ayting, davay, tez aytish, davay, let's go. Qo'rqing, men jo'xaman, mendan qo'rqing, karo. Nimadir bo'ldi, amayli onasi debsi, ketdim bu yerdan. Bo'lmasa hozir o'lib qoladimi, nima bo'ladi, qarochi bilmayman. Lekin g'alati, mayli hozir Jetelga aytayin. Anov janob mer Stivga aylanib qoldi deyman, menimcha qo'rqqandan Stivga aylanib qoldi shekilli. Qani edi hozirgi boshlig'im? Voy boshliq senmisan? Kimsan sen? Jo'xaman, tanimadingmi? Yaramas. Qani boshliq? Ha mana, boshliq. Nima bo'ldi? Anov janob mering Stivga aylanib qoldi. Ha, o'zi qo'rqsa u shunaqa bo'lib qolaveradi. Ha, bo'pti, qarochi ketdim. Va, mendan qo'rq. Kimsan sen? Jo'xaman dedim-ku, garangmisanlar, hammang so'rayverasanlar. Ko'rmayapsanmi, o'xshamayapmanmi? Endi qop taqqanman-ku, o'shancha o'xshamayapman-da. Mana parkovkani dahshat qilibdi, kim qildi ekan? Voy, Jetel. Nima? Kim bu? Kimsan? Men Jo'xaman, tanimaysanmi? Parkovkani kim qildi? Jo'xa? Sen o'zing qilganding-ku. Men qildimmi? Va, zo'r parkovka qilibman-a. Sen alfabetni yodlab ol avval. Keyin alfabet harflarini bitada yutgunda gapirishni o'rgan, xo'pmi? Hammasi mendan qo'rqyapti. Va eshik ochilarmikan men turqimga? Ochilar ekan. Men niqobim o'zim jo'xaga o'xshayman-da, ko'ryapsanlarmi? Dahshat, obunachilarimsanlar, obuna bo'llaring, xo'pmi, kanaliga jo'xani. Tak, ochil sim. Va, dahshat, kompyuter o'ynab kelaymikan, zerikdim. Yoki Jetellar qo'rqitish ham zerikali ekan. Polizda ishlaymi? Jo'xan xotini qayerda ekan? Xotinni qo'rqitaman. Xotin qayerdasan? Xotin. Garajda bo'lmaydi-ku xotin. Xotin mashina emas, u garajda bo'lsa. Xotin bu yoqdamikan? Shkafga kirib oldimi? Yo'q, shkafda o'lim bo'ladi, xotin bo'lmaydi. Tak, shkafda pechkada yonib ketadi-yu, uyda bo'lsa kerak-da. Muzlatgichga muzlab qoladi. Muzlatgichda yo'q. Televizor kirib ketdimi? Yo'q, televizorga sig'maydi-ku. Tak, menimcha lampanchi kirib ketgan. Lampa yonib o'char ekan. Yo'q, texnologiya. Shunaqa texnologiyalar ham yaratildimi dunyoda? Bu yonib o'chsa, o zo'r ekan. Mana shu o'ynab o'tiraman, davay. O dahshat narsaga bo'ldi, zerikdim. Men tagiga kirib ketmadimikan? Tagini kirib ko'rayinchi. Tak, tagiga kirib ham bo'lmayapti. Nima tagiga kirib bo'lmaydi buni? Tushunmadim. Tagiga kirib bo'lmayapti-yu. Demak sig'mas ekanman. Mayli. Gaz plitani kirmaganmi? Yo'q. Yotoqxonasida bu yerda qanaqadir yo'lak bor ekan shekilli. G'alati. Buni ishdamikan? Yo'q, tagida blok yo'q ekan. Menimcha men shkafga kirib olgan. Xotin topdim. Yo'q ekan u. Yo'q, qayerga ketdi xotini jo'xani? Qurolmi? Rostdan ham qurol. Bu qanday qurol? Qanday oladi buni? O'tirib olish kerakmi? O'tirib olar ekan. Otib ko'rayinchi. Yo'q, yaxshisi qo'yib qo'ya qolay, chunki ot olmas ekanman men. Men qo'limni otish kelmas ekan. Mana bu yerda bu yerga ham eshik qo'ygan, bu yerga ham eshik qo'ygan. Dahshat eshik qo'ygan ekan bu yerga, oynali eshik. Bu eshik qo'ygan bo'lsa, mana bu eshikda nima keragi bor ekan? Mana ham eshikmi? Bu nima? Teshik ekanmi? Mana yerda teshik, 4 ta teshik ekan. Zo'r. Mana bu do'konmi? Nima bu? Bunda ham 4 ta eshik bor ekan. Hoppa! Qalaysan? Kimsan? Men Jo'xaman, tanimayapsizmi, brat? Jo'xamsan. Nima gap? Nimaga bu yoqlarga eshik qo'yib tashlagansiz? Senga nima? Sur bu yoqdan. Bo'pti. Nimani so'ray? Mashinani suraman, ketdim. Kuchim yetamikan surishga? Yetsa kerak, davay suraman.